Assalomu alaykum. Hurmatli guruhimiz a'zolari, SIT ixlosmandlari, qadrli ustozlar. Ushbu xalqaro sertifikat 3 yil davomida 50% ustama berishi barchangizga ma'lum. Bunda o'sha SITda matematika qismi uchun 800 ball maksimal tarzda beriladi. Bundan eng kamida 700 ball to'plashimiz kerak. Buning uchun ozgincha mehnat kerak bo'ladi. Bu balldan maksimal olishingizga barchangizga omad tilayman. Hop, endi darsimizga qaytadigan bo'lsak, darsimizda ikkinchi test tashlangan. Shu ikkinchi testni tahlilini boshlaymiz. Bizda berilgan ekan. Birinchi savolimiz, chizma beribdi. Funksiya, ya'ni chizma, ya'ni o'sish, kamayish, yillik mahsulotlarning sotilish to'g'risida chizma beribdi. Bunga ko'ra X o'qi va Y o'qida, X o'qida sotilgan mahsulotlarning soni, X o'qida esa yillar tasvirlangan. Mana bu yerda number of products, ya'ni sotilgan mahsulotlarning soni, number, son, product mahsulot, sold esa sotmoq, ya'ni mahsulotlarning soni sotilgan millionda belgilanyapti ekan. X o'qida esa yillar tasvirlangan. Aytaylik, misol uchun 2001-yilni oladigan bo'lsak, 2001-yilda mana Y o'qiga to'g'ri yursa 20, ya'ni 20 million mahsulot sotilgan. Keyingi yillarni oladigan bo'lsak, aytaylik 2003-yilni oladigan bo'lsak, 2003-yilda mana 60 million mahsulot sotilgan. Bu yerda 2006-yilni oladigan bo'lsak, 70 million sotilgan bo'lyapti. Xo'p, endi savoliga qaytsak, for what year, ya'ni qaysi yilda? For what year, qaysi yilda? The number of products, ya'ni the number soni, the number of ning soni, bu bitta ibora sifatida eslab qolasiz. Ning soni the number of, product esa mahsulot. Mahsulotlarning soni, sold sotmoq, the smallest eng kichik. For what year, qaysi yilda mahsulotlar sotilgan eng kichkina. Demak, bizda hop mana bu joyda 2001-yilda eng kichkina, eng pastda, quyi darajada turibdi. Demak, 2001-yilda 20 million mahsulot sotilgan. Eng kattasi esa mana 2007-yilga to'g'ri keladi. Agar bizda eng katta deganida 2007-yilda olgan bo'lardik. Bizda 2001-yil degan javob B javobga to'g'ri keladi. The smallest, eng kichkina. Hop, ikkinchi savolimiz. Hop, ikkinchi savol. Demak, hop, eslatma, note, eslatma, figura not drawn, ya'ni chizma, quyidagi chizma shkaladagidek emas, ya'ni shkala aniq chizilmagan. Hop, in figura, chizmada line M parallel ekan line N ga. T chiziq esa intersect, ya'ni kesib o'tar ekan. Mana T kesib o'tyapti M va N parallel to'g'ri chiziqlarni. Shunda both line, ikkala to'g'ri chiziq ma'nosida ishlatiladi. Both line, ikkala to'g'ri chiziqni T kesib o'tibdi. What is the value of X? Mana yana xuddi o'sha gap. What is the value of X? X ning qiymati qanday? In degree, ya'ni gradusda. Degree, daraja yoki gradus ma'nosida ishlatiladi. Bizda X bilan 43 soni ichga almashinuvchi burchak sifatida ishlatilyapti. Demak, javobimiz 43 gradusga teng ekan. Mana bu answer degan joyiga 43 ni yozib qo'ysak bo'ldi. Answer javob ma'nosida ishlatilyapti. Uchinchi savolimizda chizma berilibdi. Hop, chizma, ya'ni berilgan chizma o'suvchi funksiya hisoblanib, X o'qini bitta nuqtada kesib o'tyapti ekan, mana bu joyda. Hop, savolimiz, what is the intercept, ya'ni X ning qiymati qanday, ya'ni ko'rsatilgan grafikda, ya'ni intercept kesib o'tmoq, ya'ni ko'rsatilgan grafik, the graph shown, ya'ni ko'rsatilgan grafik
The graph shown, ko'rsatilgan grafik ma'nosida x intercept, ya'ni x o'qini kesib o'tadi. Qaysi holatda, ya'ni what qanday? Mana bu joyga ishora qilyapti, ya'ni 2,0 nuqtadan kesib o'tyapti. Bizda esa bu B javobga to'g'ri kelar ekan. 4-chi savolimiz. Tenglama beribdi. 4-chi savolimizda Xo'p, agar 5x minus 3 teng 12 ga teng bo'lsa, what qanday bo'ladi? What is 20x minus 12. Agar bizda 5x imiz minus 3 12 ga tengligini bergan bo'lsa, bu ikkala tomonni 4 ga ko'paytirib yuborsak, shunda 20x minus 12 barobar 48 degan javobni olamiz. Bu esa bizda C javobga to'g'ri kelar ekan. 3-chi savol, 4-chi savolimiz ham ketdi. 5-chi savolga o'tamiz. 5-chi savolda kvadrat funksiya berilibdi. fx 20x kvadrat minus 20 plus 6 ga teng degan ko'rinishda beribdi. The given equation, ya'ni berilgan tenglama. Define so'zi aniqlamoq. The function f, ya'ni funksiya f ni berilgan tenglama aniqlaydi. For what value of x? X ning qiymati qanday bo'ladi? Ya'ni for what value of x? X ning qiymati qanday? Fx reach minimum, ya'ni reach erishmoq, minimum nuqtaga erishadi. X ning qanday qiymatida ushbu funksiya minimum nuqtaga erishadi? Bizda agar savolda maksimum yoki minimum so'zlari ishlatilsa, bu albatta hosila mavzusiga to'g'ri keladi. Biz berilgan funksiyadan hosila olib 0 ga tenglab qo'ysak kifoya. Berilgan funksiyadan hosilani olamiz. 4x minusdan 20 ekan. Teng 0. Bundan x ni topadigan bo'lsak, x imiz 5 ga teng qiymat qabul qiladi. Demak, answer degan joyga 5 ni yozib qo'ysak bo'ldi ekan. Keyingi savolimiz. 6-chi savol. 6-chi savolimiz. Xo'p, 6-chi savolda nima ekan? Each side, har bir tomoni, rhombus, ya'ni rombning har bir tomoni has length uzunlik 60 ga teng ekan. Ya'ni rombning har bir tomoni uzunligi 60 bo'lsa, what is the perimeter? Ya'ni perimetri qanday bo'ladi? Ushbu to'rtburchakning square, ya'ni to'rtburchak ma'nosida ishlatilyapti. 60 bo'lsa, perimetri qarang. Demak, rombning 4 ta tomoni bo'lsa, hamma tomoni teng. Romb berilgan bo'lsa, rombning bilasizlar, hamma tomoni teng, hamma tomoni A dan. Shunda perimetr barobar 4A ga teng. A ning qiymati esa bizga 60 ga teng bo'ladigan bo'lsa, perimetri 240 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz 240. 7-chi savol. 7-chi savolimizda nima berilyapti? 7-chi savol. What is a positive solution? Ya'ni pozitiv, musbat ma'nosida ishlatiladi. The positive solution, musbat yechimi qanday? Xo'p, to the given equation, berilgan tenglamaga musbat yechim qanday degan savol. Ya'ni berilgan tenglama bizda mana bu holatda. Ikkala tomonni x ga ko'paytirib yuborsam nima hosil bo'ladi? Ikkala tomonni x ga ko'paytirib yuborsam 45 barobar x ning kvadrati minusdan 4x holatiga o'tar ekan. Bundan 45 ni o'ng tomonga o'tkazib yuborsam, x ning kvadrati minusdan 4x minus 45 teng 0 holatiga o'tar ekan. Hop, 45 teng 0. Bundan ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, x minusdan 9 x plusdan 5 holatiga ajraydi. Shunda x ning bitta qiymati 9,
ikkinchi qiymati esa -5 ga teng chiqadi. Buni diskriminantdan topib qo'ysak ham bo'laveradi. Endi bizda savolimizda pozitiv deganligi uchun x9 degan javobni olamiz. Mana bu answer degan joyga 9 degan sonni yozib qo'ysak kifoya. 8-si. 8-savol. Ozgina tarjimasi uzunroq savol ekan, mayli. Hop, for the function g, ya'ni for the function g, hop, funksiya g the value of gx decrease by 46% for every increase in the value of x by 11. Hop, qanday holat, ya'ni for the function g, ya'ni g funksiya uchun hop fx ning qiymati, ya'ni gx ning qiymati, mana bu joyda gx berilgan ekan, mana gx ning qiymati decrease, kamayadi. Decrease so'zi kamaymoq ma'nosida. Hop, 46% ga kamayadi ekan. Ya'ni every increase in the value of by 11, ya'ni x ning qiymati oshganda, har x ning qiymati 11 ga oshganda, aytaylik, dastlab x ning o'rniga 0 qo'ysak, hop, x ning o'rniga 0 qo'ysak qanday holat bo'ladi-yu, x ning o'rniga 11 qo'ysak va x ning o'rniga 22 soni qo'ysak nima hosil bo'ladi? Hop, har x ning qiymati oshib borganda, mana 0, 11, 22 oshib boryaptimi? Y ning qiymati esa 46% ga kamayib borar ekan. Ya'ni dastlab 100% lik holat bersa, bundan 46% ni olib tashlaydigan bo'lsak, bizda 60, hop, 54 ekan. Demak, 54, ya'ni 54 holat paydo bo'ladi. Mana bizda hop, bu A javob chiqib ketib qoladi. 54 esa qavs ichida kelishi kerak. B ham chiqib ketib qoladi, D ham chiqib ketib qoladi. Mana C javobga to'g'ri keladi. Aytaylik, x ning o'rniga 0 qiymat beramiz. 23 ga teng ekan birinchi. X ning o'rniga 11 beramiz. 23 ko'paygan 0, 54, ya'ni 46% ga kamaydi degani 100 dan 46 ni ayirib tashlangandan keyingi holat tushuniladi. Hop, x ning o'rniga 22 ni qo'yadigan bo'lsak, mana xuddi shunaqa holat, ya'ni 54%, 54 ning 22, ya'ni 22 darajasiga to'g'ri kelib qoladi. Hop, bizda savolda ana 0 qo'ysak 23 chiqish kerak degan signal so'z ham berib qo'yibdi. If agar g 0 ga teng bo'lsa 23 ga. Hop, bizda C va D javobdan boshqa javob to'g'ri kelmaydi. Hop, 46% ga kamaysa 100 dan doim ayirishimiz kerak bo'ladi. Demak, C javobda qolamiz. 8-savolni tahlili tugadi. 9-savol. Borgan sari qiyinlashib tarjima qilish kerak bo'lar ekan. Ya'ni if the function f, ya'ni funksiya berilgan, define, aniqlangan ushbu ko'rinishda, ya'ni fx 35 - 7x ko'rinishda aniqlangan ekan. The graph, grafik y fx in the xy plane, ya'ni in the xy plane koordinatalar sistemasi desak bo'ladi. X intercept, ya'ni x o'qini kesib o'tar ekan. Ya'ni a qo'yganimizda 0 hosil bo'lish kerak ekan. Hop, uning uchun y, ya'ni a x ning o'rnida, 0 esa y ning o'rnida. Berilgan funksiyaga 0 ni olib borib, ya'ni fx ning o'rniga 0 ni qo'ysak, 0 barobar 35 minusdan 7x ga to'g'ri kelyapti. Bundan 7x ni chap tomonga olib o'tib yuborsak, 7x barobar 35. Xo'p, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 35 ni 7 ga bo'lsak 5 ekan. Ya'ni x ning qiymati 5. Bu esa bizda a 5 ga tengligini keltirib chiqaradi. Ya'ni mana bu joyga ko'ra, mana bu berilgan holatiga ko'ra a x ning o'rnida turibdi. Demak, a imiz 5 ga teng ekan. Keyin va
Hop, va y intercept, ya'ni 0 qo'ysak b chiqadigan. X o'qini 0 qo'yganimizda b to'g'ri kesib o'tar ekan. X ning o'rniga 0 qo'ysak berilgan funksiyaga, x ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, ya'ni f0 da 35 degan qiymat qabul qilar ekan. 35 degan qiymat. Bu esa bizda b ni bildiradi. Mana 0 qo'yganimizda 35 chiqyapti. Shunda savolga ko'ra, hop, reya a va b constant, ya'ni o'zgarmaslar. What is the value of a plus b ning qiymati? Bizda a ning qiymati 5 ga teng, b ning qiymati esa 35 ga teng. Ikkalasini qo'shib yuborsak 40 degan javob hosil bo'ladi. C javob ekan. 10-savolimiz. Ikkita funksiya beribdi. Ikkita funksiya. In the given system of equation. In the given berilgan tenglamalar sistemasi, ya'ni system of equations tenglamalar sistemasi. Ya'ni ikkita tenglama beryapti. Hop, s positive constant, ya'ni s o'zgarmas musbat son. The system has exactly one distinct real solution, ya'ni qanday holat? The sistema has ega bo'lish kerak ekan. Exactly one, aniq bitta distinct real solution, ya'ni bitta yechimga ega bo'lish kerak ekan. One distinct real solution, ya'ni yechimi bitta bo'lish kerak ekan. What is the value of s? S ning qiymati qanday? Shu holatda agar tenglama bitta yechimga ega bo'lsa, s ning qiymati qanday ma'nosida? Hop, bizda agar ikkita funksiya berib, ikkala funksiyadan bitta yechim bo'ladigan bo'lsa, y1 va y2 funksiyalarini tenglanadi. Shunda x ning kvadrati plyusdan 4x plus s teng 10 ga teng. Bundan 10 ni bu tarafga olib o'tib yuborsak, x ning kvadrati plyusdan 4x plyusdan s minusdan 10 teng 0. Bitta haqiqiy yechimga ega bo'lish uchun diskriminant esa 0 ga teng bo'lish kerak. Shunda diskriminantning formulasi, demak, b kvadrat minusdan 4ac teng 0 ga teng. Bundan b ning o'rnida 4, 16 minusdan 4 ko'paytirilgan a ning o'rnida 1, s ning o'rnida esa s minus 10 ekan. Shuni 0 ga tenglab ishlashimiz kerak. Ikkala tomonni 4 ga bo'lib yuborsak qanday bo'ladi? 4 ga bo'lib yuborsam 4 minusdan s minus 10 ekan, teng 0. Bundan hop, qavsni ochib yubormasdan s minus 10 ni o'ng tomonga olib o'tib yuborsak, 4 barobar s minusdan 10, s minusdan 10, hop, s minus 10. Bunda 10 ni chap tomonga olib o'tib yuborsak, s ning qiymati 14 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, answer 14 ekan. 10-savolimizning javobi 14. Hop, keyingi savol 11-si. 11-si. Bizda yana koordinatalar sistemasini beribdi. Grafik beryapti ekan. Demak, x o'qini bitta nuqtada kesib o'tuvchi nuqta beryapti ekan. Hop, ya'ni o'suvchi, agar funksiya bu holatda bo'lsa, o'suvchi funksiya hisoblanadi. Hop, o'suvchi funksiya bo'lish uchun o'suvchi funksiyada, ya'ni y barobar kx plyusdan b funksiyaga ko'ra, agar k ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, bu o'suvchi funksiya bo'ladi. Bizda esa hamma javobda o'suvchi funksiya tasvirlangan. Savol: the graph y fx plus 6 shown. Bu nima degani? Ya'ni y grafigi fx funksiyaga 6 qo'shilgan holatida ko'rsatilgan. Which equation define function f, ya'ni
which qaysi tenglik, ya'ni qaysi tenglama, which equation, ya'ni ushbu javobdagi tenglamalarga ishora qilyapti. Which equation, qaysi tenglama define, aniqlaydi f funksiyani. Agar bizda savolda fx funksiyaga 6 ni qo'shib qo'ygan bo'lsa, hop, u grafik -2 ga kelgan holat ekan. 6 qo'shganimizdan keyin -2 ga to'g'ri kelib qolyapti ekan. Endi bundan 6 ni ayirib tashlasak, ya'ni -2 dan qaytarib 6 ni ayirib tashlasak, bu -8 ga tushib qoladi. Bizga xuddi shu javob kerak. Javobda -8 mavjud bo'lgani. Mana. Javobda -8 bo'lgani A javobga to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingi savolimiz 11. Ketdi 12-savol. 12-savol. 3 ta qiymat berilibdi. Xo'p, the side length, ya'ni tomon uzunliklari. Right triangle, hop, to'g'ri burchakli uchburchak, ya'ni right triangle to'g'ri burchakli uchburchak. ABC berilgan, ABC given berilgan. Triangle uchburchak ABC o'xshash, ya'ni similar to triangle. Hop, DEF, ya'ni DEF ga o'xshash. Similar so'zi o'xshash, ya'ni o'xshashlik alomatlariga ko'ra o'xshash uchburchaklardan shu o'xshash ma'nosida, ya'ni DEF uchburchakka o'xshash ekan. Qayerdaki, ya'ni V ga qayerdaki A correspondent D ga, A D ga, S esa F ga correspondent, ya'ni correspondent degani mos keluvchi. Ya'ni A burchak D burchakka, S burchak esa correspondent ekan, mos ekan F burchakka. What is the value of tangens F? Tangens F ning qiymati qanday? Endi bizda qandaydir bitta to'g'ri burchakli uchburchak berilyapti. Mana. Hop, to'g'ri burchakli uchburchak berilyapti ekan. Hop, endi AB 10 ga teng ekan. AC 24 ga teng ekan va BC 26 ga teng ekan. AB AC, demak A burchagimiz 90 gradus. AB AC, shunda mana BC 26 ga tenglik kelib chiqyapti. Bizda demak endi ABC o'xshash DEF ga, A burchak D ga. Demak mana bu yerdagi A burchagimizga D burchak to'g'ri kelar ekan. S burchagimizga esa F burchak. Mana bu S burchakga esa F burchak to'g'ri kelar ekan. Mana. Xo'p, demak D EF, demak B burchagimizga esa E to'g'ri keladi. Shunda hop, tangens F ni so'rayapti. Tangens F mana S burchakda turibdi. Tangens F mana bu joy. Tangens burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Shunda tangens F burchagimiz teng bo'lar ekan 10 taqsim 24 ga. Buni 2 ga qisqartirib yuborsak, javobimiz 5 taqsim 12 degan javob kelib qoladi. B javobga to'g'ri kelar ekan. 13-savol. Hop, funksiya berilibdi. O'suvchi funksiya, demak x o'qidan chiqib mana ketyapti o'sib. Bu tomonga qarab o'sib ketuvchi funksiyani bildiryapti. Demak, bizda o'suvchi funksiyani aytildi. Y barobar kx plyusdan b funksiyaga ko'ra agar k ning qiymati 0 dan katta musbat bo'lsa, bu o'suvchi funksiya hisoblanadi. Unda bizda b javob chiqib ketadi va d javob chiqib ketar ekan. Endi mana bu nuqtani ko'ramiz. Mana bu nuqta qayerda turibdi? Ya'ni x ning o'rniga 0 bersak, demak musbat qiymat chiqishi kerak. X ning o'rniga 0 bersak, y ning qiymati musbat, ya'ni 0 dan katta holat qaysi? Xo'p, S javobda x ning o'rniga 0 qiymat bersak, -1,5. Demak, bu javob ham chiqib ketar ekan. A javobning o'zi qolyapti. X ning o'rniga 0 bersak 1,5.
Mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Shunda 1,5 degan qiymatni. Mana bu 1 bo'lsa, 2 va 1 ning o'rtasidagi qiymat 1,5 ga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savolimiz 14-savol. 14-savolda demak, oddiy 7-yoki 6-sinfda misolni beryapti ekan. Which express qaysi ifoda, ya'ni express ifoda ma'nosida equivalent to teng bo'lar ekan ushbu ifodaga. Qayerdaki x minus 3 dan katta. Xo'p, quyidagi javoblardan qaysi biri shu ifodaga tenglik hosil qiladi? Biz ishlash uchun qavslarni ochib yuboramiz. 8 ni x ga ko'paytirsak 8x qo'shilgan 24 ayrilgan 2 ta x ayrilgan 6 ekan. Ichkari ko'paytirib chiqdim. Taqsim tagidan 3 ning qavsidan tashqariga chiqarib olsam x plus 3. Mana maxraj shu holatga kelar ekan. Barobar 8x dan 2x ayrilib ketsa 6x. Hop, 24 edi. 24 dan 6 ketsa 18 ga to'g'ri keladi. Taqsim 3x plyusdan 3. Hop, suratdan 6 ni qavsidan tashqariga chiqarsam x plus 3 hosil bo'lar ekan. Maxrajda 3x plus 3. Qisqarib ketsa bu ikkalasi 6 bilan 3 ham qisqarib ketsa javobimiz 2 ekan. Demak, A javobga to'g'ri kelar ekan. 14-savolimizning javobi. 15-savol. 15-savol nima? Line in, ya'ni line to'g'ri chiziq, ya'ni y barobar kx plyusdan b to'g'ri chiziq. Define aniqlaydi. Line L aniqlaydi ushbu ko'rinishni. Ya'ni bundan hop, y ni topamiz. 24y barobar minusdan 6x plus 4. Hop, demak plus 4 ga to'g'ri kelyapti. Endi har ikkala tomonni 24 ga bo'lib yuborsam, har ikkala tomonni bo'lib yuboraman 24 ga. Shunda y barobar minusdan 6 taqsim 24x plus 4 taqsim 24 ga teng bo'lib qolar ekan. Bularni qisqartirib yuborsam y barobar minus 1 taqsim 4x plus buni ham qisqartirib yuborsam 1 taqsim 6. Mana bizda berilgan funksiya shu ekan. Line L to'g'ri chiziq, ya'ni y L ni nazarda tutyapti. To'g'ri chiziq. Hop, line M. Endi line M bor ekan, perpendikulyar ekan. Line M perpendikulyar, ya'ni line L ga line M ga perpendikulyar, ya'ni L to'g'ri chiziq bilan M to'g'ri chiziq bir-biriga perpendikulyar. Perpendikulyarlik xossasiga ko'ra K1 va K2 ning ko'paytmalari javobi minus 1 chiqishi kerak. Shunda bizda K1imiz mana bu yerda minus 1 taqsim 4 ga teng ekanligi bor. Bunga 4 ni ko'paytirib yuborsak, shunda javobi minus 1 chiqadi. Demak, K2miz 4 ga teng ekan. D javobga to'g'ri keladi. Savolimizda endi in the xy plane what is the slope of line, ya'ni burchak koeffitsiyentini so'rayapti. Ya'ni burchak koeffitsiyenti bizda k ni bildiradi. What is the slope of line M? The slope of burchak koeffitsiyenti M to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti nima degan savol bergan. 16-savolimiz. Savol. Funksiya f define aniqlaydi
ushbu holatni, ya'ni funksiya f x barobar minus 2x ekan. For what value of x? X ning qiymati qanday bo'ladi agar fx 16 ga teng bo'lsa? Berilgan funksiyani 16 ga tenglaymiz. Minus 2x ni tenglar ekanmiz 16 ga. Shunda x ning qiymati teng bo'ladi minus 8 ga. Hop, minusdan 8 ga teng bo'lar ekan. Mana demak javobimiz minus 8. 17-savol. Hop, 17-savolimiz. Hop, ushbu holatda berilibdi. Ya'ni tenglamalar one of equation. Tenglamalardan biri one bir of the equation tenglamalardan biri in the system of linear equation is given. The system of two linear, ya'ni ikkita to'g'ri chiziqdan shu bittasi berilgan ekan, mana bittasini beribdi. Two linear, ikkita to'g'ri chiziq, the system of ikkita to'g'ri chiziqlar sistemasidan equation one, ya'ni bittasini bergan. This system has infinite number solution. Ya'ni sistema infinite degani cheksiz ma'nosida ishlatiladi. Number of solution bu yerda cheksiz ko'p yechim ma'nosida ishlatilyapti. Infinite number of solution cheksiz ko'p yechim bo'lsa, which equation qaysi tenglama, ya'ni javobdagilarga nisbatan could be second equation, ya'ni could be bo'lishi mumkin, could be bo'la oladi. The second equation ikkinchi tenglama in the system, sistemaning ikkinchi tenglamasi bo'la oladi. Endi bizda hop infinite, ya'ni cheksiz ko'p bo'lish uchun yuqoridagi tenglama bilan javoblardagi tenglama bir xil bo'lish kerak. Hop, A javobni isbotlaymiz. Hop, 4y ni olib qolamiz. 2x ni u tomonga olib o'tib yuborsam, 4y ni olib qoldim. Barobar minus 2x qo'shilgan 24 ekan. Ikkala tomonni ham bo'lib yuboraman 2 ga. Shunda 2y barobar minus x qo'shilgan 12 hosil bo'ladi. Berilgan tenglamamiz bilan bir xil, demak javobimiz A javob ekan. 18-savolimiz. Tenglamalar sistemasi. Tenglamalar sistemasini beribdi. The solution, yechimi to the given system equation, ya'ni to the given berilgan system of equation, tenglamalar sistemasi. Tenglamalar sistemasiga yechim the solution yechim, tenglamalar sistemasiga yechim berilibdi x y ko'rinishida. What is the value of x minus y? Shunday bo'lsa, x minus y ning qiymati nimaga teng ekan degan savol. Hop, tenglamalar sistemasidan yuqori qismini 2 ga ko'paytirib yuborsam, shunda 2x qo'shilgan 4y barobar 28 ga tengligi kelib chiqadi. Asosida esa 2x qo'shilgan 5y barobar 20 ekan. Hop, ikkala tenglamani tepaga qarab ayirib yuborsam 2x qisqarib ketadi. 5y dan 4y ayrilib ketsa, y ning qiymati chiqadi 20 dan 28 ketsa minus 8 ga teng ekanligi. Y ning qiymati minus 8 ekan. Endi yuqoriga y ning o'rniga minus 8 qo'yib yuborsam, x minusdan 16 barobar 14. Shundan x ni topadigan bo'lsam, x ning qiymati 30 ga teng ekan. X ning qiymati 30, y ning qiymati esa minus 8. Bizda savolda x dan y da ayirishimiz kerak. X dan y 30 ayrilgan minus 8 plus bo'lib ketib 38 degan javob chiqar ekan. 18-savol 38. 19-savolimiz. Nima?
kvadrat tenglama beribdi. 4x kvadrat plus 12x plus 9 teng 0. How many distinct real solution? How many qancha distinct ya'ni yechim, ya'ni distinct ildiz ma'nosida ishlatiladi. Real solution haqiqiy yechimi. Does given equation have equation the given equation ya'ni berilgan tenglama how many nechta haqiqiy ildizi mavjud, ya'ni distinct ildiz ma'nosida ishlatsak nechta yechimi bor. Bu berilgan tenglamani 2x plyusdan 3ning kvadrati ko'rinishida yozadigan bo'lsak, bu 2x plus 3 teng 0 bo'lib, x ning qiymati -1,5 degan bir dona manfiy yechimga ega bo'ladi. Exactly one, ya'ni bitta yechim. 20-savolimiz. 20-savol. Which of the following quyidagilardan qaysi biri? Which of the following equation tenglama, ya'ni quyidagilardan qaysi tenglama represent ifodalaydi a circle, ya'ni aylanani in the xy plane, ya'ni koordinatalar sistemasidagi aylanani quyidagilardan qaysi tenglama ifodalaydi? Z intersect the x axis at exactly one point, ya'ni exactly aniq one point, bitta nuqtada, at exactly one point degani bitta nuqtada, aniq bitta nuqtada x o'qini, x axis, x o'qi axis, o'q ma'nosida x axis intersect, ya'ni x o'qini bitta nuqtada kesib o'tadi ma'nosida ishlatilyapti. Bu qanday holat? Aytaylik. Tenglama, ya'ni bizda aylana tenglamasini bergan. Aylana tenglamasi mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Aytaylik, y o'qini ikkita nuqtada, x o'qini esa mana bunday ko'rinishda bitta nuqtada kesib o'tish kerak. Mana shu holatni tasvirlayapti. Ya'ni x o'qini bittada kesib o'tish kerak. Bu esa bizda C javobga to'g'ri keladi. Nega? Ichini 0 ga tenglasak, x ning qiymati -8 ga tengligi. Buni ichini 0 ga tenglasak, y ning qiymati esa -8 ga tengligi kelib chiqyapti. Bu tomonimiz esa radius esa 8 ga teng ekan. Shunda ximiz ham -8 birlik chap tomonga yurdi, mana bu joyga. Y esa -8 birlik pastga tushyapti. Shunda mana bu nuqtaga to'g'ri kelib qolyapti. Aylana tenglamasini chizsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. X o'qini, x ni ham, y ni ham shu bitta nuqtada kesib o'tib qoladi shunda. Mana bu ko'rinishda. Shunda bizda C javobga to'g'ri keladi. 21-savol. Out of 360 ta student, ya'ni 360 ta studentdan, out of ya'ni dan, ya'ni chiqarib olish ma'nosida. Aytaylik, tanlab olishda 10 ta studentdan ikkitasini ol desa, out of ishlatiladi. Ya'ni 360 ta studentdan in the grade, bir yilda grade, ya'ni 60% ayollar ekan. Ya'ni bitiruvchilardan 60% ayollar. How many qanchasi, how many nechta, qancha of the studentlarning qanchasi in the grade year are male, ya'ni agar 360 ta student bo'lsa, shularning 60% ayollar bo'lsa, how many nechtasi ayollar degan savol beryapti. How many of studentlarning qanchasi the grade, ya'ni bitiruvchi yilda ayollar bo'ladi. Shunda 360 sonini ko'paytirar ekanmiz 60% ga. 60 taqsim 100 ga. Shunda nollar qisqarib ketsa,
36 ni 6 ga ko'paytirib qo'ysak 216 ayollar answer degan joyga 216 yozamiz. 22 savolimiz. Hop, the given equation berilgan tenglama. Hop, relate bog'liq the positive number, ya'ni the positive number musbat sonlar s, d, z ga, ya'ni s, d, z musbat sonlarga ushbu tenglama bog'liq. Which equation qaysi tenglama correctly to'g'ri bo'ladi express z, ya'ni z bilan ifodalanganda in term of cd, ya'ni s va d ko'rinishda, ya'ni z ifodalash kerak ekan, ya'ni z ni topish kerak. Mana har bir savolda z ni qoldirgan. Z ni topishimiz kerak ekan. Endi berilgan tenglamaning mahrajini 5 ga bo'lib yuborsam 4 taqsim z barobar 15 qo'shilgan s taqsim 2 ta d ga tengligi. Hop, 4 bilan z ning o'rnini almashtirsam, ya'ni z ni yuqoriga 4 ni mahrajiga olib tushsam, hop, o'ng tomon ham xuddi shunday almashadi. 2 ta d yuqoriga 15 qo'shilgan s esa hop pastga tushib qoladi. Shunda 4 ni 2 ga ko'paytirsam z topilgan bo'ladi. Z barobar 8d taqsim 15 qo'shilgan s ga aylanib qolar ekan. 8da 15. Mana bizda B javobga to'g'ri kelar ekan. Shunday qilib, azizlar, keyingi ikkinchi mock testimizni tahlilni ham yakunlab oldik. Hop, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Qandaydir xato yoki kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Hop, hozir savolni tahlil qilish jarayonida o'zim sezdim. Hop, boshida bittamikin kalitda xato belgilab qo'yibman adashmasam. Chunki kompyuterda terganda harflarning o'rni yonma-yon kelganda, klaviaturani bosganda bitta harf ikkinchi harf bosilib ketgan. Shuning hisobiga qaysidir bitta savolda xato ketib qolgan. Bunga aybga buyurmaysizlar. Bitta kalit xato ekan adashmasam. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.